Milliy tiklanish demokratik partiyasi taqdim etadi. Mening birinchi kutubxonam. Bolalarga necha yoshdan kitob berish mumkin? Harf taniganidan boshlab degan javob mutlaqo noto'g'ri. Xalqaro miqyosda o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, inson umri davomida oladigan asosiy ma'lumotlarning 80%ni maktabgacha bo'lgan yoshida olar ekan. Shu bois dunyodagi eng ko'p kitob o'qiladigan davlatlarda bolalarni kitob bilan tanishtirish davri 3 yoshgacha yetib belgilangan va bu oilaviy an'anaga aylangan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi partiyamiz fraksiyasi a'zolari hamda xalq deputatlari mahalliy kengashlardagi partiyamiz deputatlari tomonidan joylarda 2019-2024 yillardagi O'zbekiston Respublikasida axborot kutubxona sohasini rivojlantirish konsepsiyasini nazorat-tahlil tartibida o'rganishlar amalga oshirildi. O'rganishlar jarayonida joylarda axborot kutubxona markazlari bilan bir qatorda 160 ga yaqin umumta'lim maktablari kutubxonalari faoliyati o'rganildi. O'rganishlar jarayonida ayrim maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kutubxonalar faoliyati yo'lga qo'yilmaganligi, borlarida ham kutubxonalar kitob bilan ta'minlanmaganligi, ba'zilarida esa o'zbek tilidagi adabiyotlar yetishmasligi aniqlandi. Aynan shu o'rganish natijalari partiyaning Bolangiz bilan kitob o'qing loyihasini amalga oshirishga hamda uning doirasida milliy tiklanish kutubxonalarini tashkil etilishiga sabab bo'ldi. Partiya tomonidan maktabgacha ta'lim tashkilotlari kutubxonalari fondini boyitishga hissa qo'shish, oilaviy kitobxonlikni targ'ib etish, mutolaani yanada qiziqarli, zavqli va maroqli qilish maqsadida bolalar adabiyotlarini yosh toifalariga ajratish maqsadida O'zbekistonda ilk bor 7 yoshgacha bo'lgan bolalarga o'qish uchun tavsiya etiladigan 150 ta adabiyotlar ro'yxati shakllantirildi va ommaviy axborot vositalarida e'lon qilindi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, mazkur kitoblar ro'yxati O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi, O'zbekiston Milliy kutubxonasi, Yoshlar ishlari agentligi va bir qator bolalar shoirlari, adiblari, noshrlari bilan hamkorlikda tayyorlandi. Mazkur ro'yxatdan nafaqat ertaklar va hikoyalar, balki nazmda ijod qiladigan taniqli bolalar adiblarining asarlari ham joy oldi. Jumladan, sevimli shoirimiz Po'lat Mo'minning Bo'ladigan bolalar, taniqli shoira Sharifa Salimovaning partiya tashabbusi bilan chop etilgan Qushlar alifbosi, taniqli shoira Zulfiya Mo'minovaning Donishmand Toshbaqaning ko'zoynagi nomli kitoblari ham o'rin olgan. Mazkur loyiha doirasida Yoshlar ishlari agentligining mutolaa loyihasi bilan memorandum ham imzolandi. Shakllantirilgan ro'yxat asosida milliy tiklanish kitob karvoni yo'lga chiqdi. Bugunga kelib esa Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri, Xorazm, Farg'ona, Qashqadaryo, Sirdaryo va Toshkent viloyatlarida joylashgan bir qator maktabgacha ta'lim tashkilotlarida eng so'nggi zamonaviy va milliy ruhdagi bolalar adabiyotlaridan iborat milliy tiklanish kitob javonlari tashkil etildi. Milliy tiklanish demokratik partiyasi juda bir ibratli ishga, juda chiroyli loyihaga qo'l uribdi. Bolangizga kitob o'qib bering loyihasi doirasida mening birinchi kutubxonam partiyani olib borayotgan mana shu ezgu loyihasi hammamiz mas'ulmiz aslida. Ta'lim tashkilotida bo'lib shunday xulosa qildimki, demak bugun Milliy tiklanish demokratik partiyasi respublikamizdagi har bir ta'lim tashkilotlariga kitob javonlari bilan kirib borish kerak ekan degan xulosaga keldim. Mamlakatimizda milliy kontentni rivojlantirishda bolalar kitobxonligini qo'llab-quvvatlashga ustuvor ahamiyat qaratish, oilaviy mutolaa an'anasini tiklash va ommalashtirish, bolalarni kichik yoshidan mutolaaga qiziqtirish orqali ularning dunyoqarashi, ma'naviyati va intellektual salohiyatini oshirish, ijodiy qobiliyatini yuzaga chiqarish, nutqini, fikrlash, tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan mazkur aksiya doirasida bir qator maktabgacha ta'lim tashkilotlariga kitob javonlari hamda yangi asr avlodi, Akadem nashr, Zukko kitobxon, Asahi Books, Invest Book kabi bir qator yirik nashriyotlarda chop etilgan 63 nomdagi bolalar adabiyotlari taqdim etildi.
taniqli bolalar adiblarini 3 ta yosh toifasi bo'yicha, ya'ni 3 yoshgacha, 3 yoshdan 5 yoshgacha hamda 5 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarga mo'ljallangan jami 63 nomdagi 630 ta she'riy, nasriy asarlar, ilmiy ommabop adabiyotlar javonlardan keng o'rin oldi. Kitoblarning 34 tasi zamonaviy o'zbek adabiyoti, 20 tasi o'zbek xalq ertaklari hamda 9 tasi jahon adabiyotidan o'zbek tiliga tarjima qilingan eng sara asarlarni tashkil etadi. Mazkur kitoblar jamlanmasiga taniqli bolalar adiblarining bir qator yangi asarlari ham qo'shildi. Xususan Amazon platformasida reyting ko'rsatkichlari bo'yicha Yaponiya, Skandinaviya davlatlari, AQShda eng ko'p sotilgan o'zbek bolalar yozuvchisi Dinara Mo'minovani Ajoyib kaktus, Tomchi qayerga ketdi, Eng zo'r chumoli, Tug'ilgan kunimga sovg'a kitoblari shular jumlasidan. Mazkur aksiyaning e'tiborga molik jihati shundaki, kitob javonini taqdim etishga bag'ishlangan tadbirlarda ertaklarni mualliflarning o'zlari tomonidan bolajonlarga o'qib berilishi bo'ldi. Bu esa boshqacha yondashuv bo'lib, mazkur asarlarni bolajonlar tomonidan sahnalashhtirilishiga turtki bo'ldi. Poytaxtimizning Shayxontohur tumanidagi 588-sonli Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida Bog'cha qoshidagi Turon bolalar teatri jamoasi tomonidan taniqli bolalar yozuvchisi Saida Rashidovaning Do'pka hikoyasi asosida sahnalashtirilgan spektakl namoyishi bo'lib o'tdi. Bir do'konning rastasida Do'pka degan ketki yashardi. Hech kim uni ushlab kelib ko'rmasa-da, men hech kimga qiziq emasman. Hech kim oldimga kelmayapti. Men hech kim hatto kim ham ko'rmayapti. Meni qanday naqshlar tasvirlanganini ham bilmayman. Qaniydi menda ham boshqa kepkalarga o'xshagan belgi bo'lsa, men uni ko'rsam kerak. Milliy tiklanish partiyasi tomonidan tashkil etilayotgan bolalar uchun kutubxona loyihasida qatnashayotganimdan juda ham xursandman. Ingliz tili ustozi bo'lganim davrida chet elda chiqqan kitoblarning sifati, ularni mazmunini ko'rib juda havas qilganman va o'zimizni o'zbekistonlik bolalar uchun ham shunaqa kitoblar yaratish niyati, maqsadi paydo bo'ldi. Bolalar uchun qanaqa qilib do'ppilarni qadrlash kerak ekanligi yoki ularni kiyish kerak ekanligini haqida shunchaki nasihat orqali emas, do'ppilar chiroyli, do'ppilarni kiyish kerak degan gaplar bilan emas, qandaydir shu mazmun mohiyatni yashirib, uni qandaydir ertakka uzoqdan kelib do'ppilardan qahramon qilib yasab ko'rib, shunaqa kichkinagina tajriba, eksperiment qilib ko'rdim va bu ertagim bolajonlarga yoqqandan juda ham xursandman. Bu kitobni davomi xudo xolisa yana bo'ladi. Do'pka bilan Marg'ilon do'ppisi xudo xohlasa O'zbekiston shaharlari bo'ylab sayohat qilishadi. Gilamlar, so'zanalar, ko'rpachalar tikilishi, shaharlar tarixi haqida ham ertaklar chiqishini juda orzu qilaman. Partiyaga tashakkurimni bildiraman va bolajonlarga bu kitobni o'qishni tavsiya qilaman. Agar o'zingiz o'qishni bilmasangiz, albatta kattalardan iltimos qiling. Iltimos, opajon, akajon, buvijon, adajon, dadajon, mana shu kitobni o'qib bering, baland ovozda o'qib bering deb iltimos qiling. Milliy tiklanish demokratik partiyasi tomonidan ilgari surilgan g'oya. Bola bilan birga kitob o'qing. Mening birinchi kutubxonam tashabbusi jajji bolajonlarga kitobga mehrni uyg'otish, kitobga oshno qilish, bu hammaga yoyilishini, keng jamoatchilikka olib chiqilishini bir tashabbuskori sifatida men minnatdorchiligimni aytgan bo'lardim. Haqiqatda bolajonlarga kitob o'qishga, kitobga mehrni uyg'otish bu yoshlikdan, bolalikdan singdirilishini barcha his qilib yashashsa, albatta kitobxon millatimiz shakllanishda davom etadi. Kitob javonlari taqdimoti davomida ota-onalar va tarbiyachilarga bolalar uchun kitob tanlash hamda ular bilan birgalikda kitob o'qishda nimalarga e'tibor qaratish muhimligiga oid maslahat va tavsiyalar berildi. Mashhur xonanda Shirin Zoitovaning farzandi Yasmin loyiha ambasadoriga aylandi. Yolg'on emas chin so'zim, magazindan bir o'zim, ko'cha chetdan yurib, ancha narsani ko'rib, qalbimni yo'qotmasdan, sabaqlarga tosh otmasdan olib keldim issig'idan, uyga borganda mehmon
judayam bir-biridan qiziqarli kitoblar bor. Men hamma ota-onalarga o'zini farzandini shunaqa kitob javoni va shunaqa kitoblari bo'lishini tavsiya qilaman. Bu farzandlarimizni kelajagi, hattoki hayotdagi turmush tarzi, kelajakda qanday inson bo'lib yetishishi hammasiga juda ham ta'siri bor. Milliy tiklanish partiyasini mana shunday tashabbuslarini qo'llab-quvvatlayman va bu uchun o'zimni yordamim kerak bo'lsa, albatta ayamayman, chunki farzandlarimizni kelajagi qanaqa bo'lishi, qanaqa chiroyli, yutuq inson bo'lishi bu biz ota-onalarga bog'liq. Shu uchun albatta farzandingiz kitobga mehr qo'yishi uchun siz qadam tashlashingiz kerak. Ota-onalarni jalb qilaman. Kelinglar birgalikda farzandlarimizga kitobni sevishni, kitobga mehr qo'yishni o'rgataylik. Loyiha doirasida bog'chalarga taqdim etilgan kitoblar asosida bolalar ishtirokida sahnalashtirilgan eng yaxshi spektakllar bo'yicha Yangi avlod ertagi nomli tanlov e'lon qilindi. Bolalarni kitobga qiziqtirish ularni tug'ilganidan boshlanadi. Bizda esa bu yosh 3 yoshda belgilangan. Shu nuqtai nazardan biz adabiyotlar ro'yxatini shakllantirayotganda 0 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan adabiyotlarni toifaga bo'ldik va demak bugun ana shu eng sara adabiyotlarni demak biz taqdim etdik. Bolaga bugun bolalarimiz kitob o'qimayapti degan tanqid ular uchun emas. Bolaga kitob o'qita olmaydiganlar, bolalarni kitobga qiziqtira olmaydiganlar uchun berilgan tanqid aslida. Kitob o'qishni har bitta bola oiladan va bog'chalardan boshlash kerak. Milliy tiklanish bugundan boshlab mana shu tashabbusni ilgari suradi va bolalarga kitob ulashaylik, bolalar bilan birga kitob o'qiylik degan aksiyani e'lon qiladi va barcha bolajon xalqimizni mana shu aksiyaga hamkorlikka chaqiradi. Bolaning qo'lidagi kitob uning kelajagiga ochilgan eshikdir. Kitob o'qigan bola ko'proq orzu qiladi, kengroq fikrlaydi va hayotni chuqurroq anglaydi. Bugun kitobga mehr qo'ygan farzand ertaga jamiyatning bilimli, ma'naviyatli va yetakchi shaxsiga aylanadi. Bolalarni kitobga qiziqtirish bu shunchaki mutolaaga chorlash emas, balki ularning kelajagiga sarmoya kiritishdir. Shunday ekan, partiyaning kitobxonlik targ'ibotiga qaratilgan mazkur loyihasi davom etadi. Demak, bizni kuzatib boring.